Oxirgi vaqtlarda birovlarni gapirib, ularni o'tmishini ta'na qilib loy chaplash holatlari ko'p uchrayapti. Afsuski, ijtimoiy tarmoqdagi izohlarda ham omma e'tiboridagi odamlarni obro'sizlantirishga urinishlar, xalq nazariga tushgan insonlar haqida kecha unday edi, bugun esa bunday bo'lib qopti-da kabi xunuk fikrlarni yozishadi. Shu o'rinda bir misol aytaman. Go'ng qanchalar yoqimsiz bo'lmasin, bag'ridan gul undirishga qodir. Biz muhokama qilayotgan odamlarning o'tmishi va xatolari bo'lmaganida balkim bugungi darajasi mavqei bo'lmas edi. Biz hammamiz gunohkor bandamizku axir, hech birimiz xatolardan xoli emasmiz. Men farishtaman deya oladiganlar bormi oramizda? Yo'q. Yashashimiz davomida xato qilish ayb emas va gap xatolarda ham emas. Gap mana shu ayblarimizni tan olib, to'g'ri xulosa chiqarib, qayta shu aybni qaytarmaslikda. Masalan, sportchi uchun uni har bir xatosi bu bir zinapoyadek gap. Chunki vaqti kelganida olimpiadaga borganida sportchi ana o'sha xatolarini qaytarmay olimpiada chempioniga aylanadi. Shunday ekan, o'zgalarni aybu nuqsonlarini muhokama qilishdan ko'ra o'zimizning ichki olamimizni taftish qilsak, menimcha o'zimizga manfaatliroq bo'ladi.